Assalomu alaykum to'g'ridagi kitob anglag'uvchi do'stlar. Biz marhum tarixchimiz Turg'un Almas akamiz yozgan Uyg'urlar degan kitobni o'qishni davomlashtiryapmiz. Arxeologiyalik faktlar. Chet el va Jungo arxeologlarining tirishchanligi natijasida Altay tog'laridan, Tangri tog'larining shimoliy va janubidan, shuningdek Shian atroflaridan ajdodlarimizning bir qism jasadlari va boshqa yodgorliklar topildi. Hunlar va turklarning Altay pozig'idan tepilgan jasadlarning vaqti milodidan burunqi chog'larga mansub bo'lib, nihoyatda uzun tarixga ega edi. Altay pozig'idan qabrlardan tepilgan jasadlarga qaraganda, hunlar, turklar nihoyatda egiz bo'yliq, qovul, ustixonliq odamlardan bo'lib, burni qanshaliq, yuzlari oq suzuk ekan. Hunlar, turklar bu jasadlarni Altay tog'larining egiz salqin joylariga dafn qilgan. Ular tog'ning egiz salqin joylaridan qattiq toshliq biror joyni tepib, tabiiy tosh tomliq, xuddi saroyga o'xshatigan go'rlarni yasagan. Go'rning tosh tomlarini siliqlab, bu tomlarni randilagan yog'ochlar bilan qoplagan. Andin jasadni yog'och tavutga silib go'rga qo'ygan. Go'rlar bir necha xonadan iborat bo'lgan. Yoz kunlari cho'qlardagi qor muzlar eriganda sirg'ib tushgan sular kirib ketmasin deb, go'rning eg'izi nihoyatda puxta bekitilgan. Mana shundaq joylardagi qabrlarga dafna qilingan jasadlar qish-u yoz salqin bir havo ichida turgan. Shuning uchun jasadlar ayni qiyofati, hatto rangini asosan saqlab qolgan. Hunlarning egiz bo'y qovul odamlardan bo'lganligini Jungo tarixidagi qadimgi ma'lumotlar isbotlaydi. Milodidan 121 yil burun Jungo bilan Hunlar orasida bo'lgan bir urush hozirgi Gansuning Xeshi koridorida bo'lgan. Hunlar mag'lub bo'lgan. Shu vaqa munosabati bilan Hun shahzodalaridan biri Xan sulolasining bu Xan sulolasi milodidan 206 yil burundan boshlab milodining 220 yilgacha hukm surgan. Xan sulolasining podshohi Xan Wudining ordisiga keltirilgan. Xan Wudi Hun shahzodasiga Jingmidi deb at qo'ygan va uni jang otlarini o'stirish ishiga mas'ul amaldor qilib tayinlagan. Mana shu Hun shahzodasi Jingmidining bo'yi 8 chi 2 so'm keladi ekan. Buni hozirgi uzunlik o'lchimidagi metrga so'ndirganda taxminan 2 metr 10 santimetr bo'ladi. Bu bo'y egizligi Altay tog'laridagi Hun qabrlaridan tepilgan jasadlarning bo'y egizligiga mos keladi. Demak, ular nihoyat egiz bo'y, qovul odamlar bo'lgan. Milodining 6-asrda yashagan Sharqiy Rim tarixchisi Ferukobi Aral dengizining sharqida yashagan Hunlarni chiroyining oqligiga qarab oq Hunlar deb atagan edi. Jungo Fanlar Akademiyasi Arxeologiya tadqiqot o'rni tarafidan 1955-yili va 1957-yillari Shanxi o'lkasining hozirgi Xi'an shahri atrofidagi Shanglingfan degan joydan Xan sulolasi davriga oid alohida bir qabra topilgan. Onunga 140-numurli qabra deb nom qo'yildi. Bu qabriga dafn qilingan o'lik bilan billa ko'milgan oxiratlik narsalar ichidan 2 parcha 4 chasa mis taqtay chiqqan. Mis taqtayga 2 odam bilan 2 otning surati naqsh qilib tushirilgan. Tasvirda 2 odam bir-birining beli ham paqalchig'idan tutishib chilishayotgan qiyofatda turadi. Ular qanshaliq, yapma chash bo'lib, paqalchoqlari o'ralgan ishdan kiyishgan. Jungoning arxeologiya olimlari bu tasvirdagi kishilarni Hunlarning Xan sulolasiga avatgan elchilari yoki elchilarning hamrohlari deb bekitgan. Bu yodgorliklar Hunlarning chash qo'yish shakli, kiyinishlari, chiroy qiyofati va chilishish odatlarini bilishimizga yordam beradi. 1972-yili Xinjiangning arxeologiya xodimlari Trupan nahiyasidagi Ostona qabristonligidan 5-asrdagi Trupan valisi Hun shahzodasi Qutqu Pantayning qabrisini topdi. Qutqu Pantay bu qabriga milodining 445-yili dafn qilingan. Qabridan yana loydan yasalgan 4 dona but tepilgan. Bu butlar pichoq bilan qirib yasalgan bo'lib, oddiy lekin ko'rinishi jonliq. Bu butlar yuzlari so'zincha, qanshaliq va yapmachash qilib tasvirlangan. Bu butlarni yasaganlar butlarning tasviriga o'z qiyofatlarini singdirgan.
Biraksifal tipiga kirdigan ajdodlarimiz yuqorqi tasvirlardagidek so'zunchoq yuz, paxma bosh, qangşarlıq, yapma çaç bo'lgan. Tarixdan az to'la xabari bor kishilarga ma'lum bo'lgandek, Qutqu Pantay, Gansu, Kangsuda qurilgan Hun xalqi bu xalq milodining 397-yildan 460-yilgacha hukm surgan. Hun xalqining mashhur xoni Qutqu Monsuning o'g'li edi. Qutqu Monsu xalq taxtida o'ltirgan chaqlarda Kangsudagi Hun xalqi toza kuchaygan bo'lib, territoriyasi doirasiga Kangsuning Xeshi koridori, Ko'k Nur, Qinghayning bir qismi, Xinjiangning sharqiy janubiy qismi, Turpanmi buning ichida qatorliq o'rinlar kirgan edi. Qutqu Monsu o'g'li Qutqu Pantayni Turpanga vali qilib tayinlagan. Biz yuqorida tilga olgan arxeologiyalik faktlardan tashqari yana Lopnordan topilgan ayol jasadi hozirgi kundan 6400 yil burun dafna qilingan va Qumuldan topilgan ayol jasadi hozirgi kundan 3600 yil burun dafna qilingan. Ularning qiyofatlari, ya'ni qangşarlıq, seriq qizg'ush chochlari bilan Mong'oliyada yashagan sharqiy Uyg'urlar va Yansay bo'yida yashagan qirg'izlarning qiyofatlariga asosan o'xshash. Sharqiy Uyg'urlarning chiroyi oq suzuk, burni qangşarlıq, chechi qizg'uch rangda bo'lgan. Yansay qirg'izlarning qiyofati Uyg'urlardan farqli bo'lmagan. 8-asrda yashagan Jungo shoiri Li Ruwen bir she'rda mundaq deb yozgan edi. Liangjuning Uyg'urlari qaynab usul o'ynaydi, ilmek burun o'nga oppoq qashtishiga o'xshaydi. Jungoning Ruyasyong va Jangrui nomli ikki musiqashunosi Gansudagi seriq Uyg'urlarning xalq naqsha ohanglari bilan Vengriyaning xalq naqsha ohanglarining o'xshashligini bayqab, shu masala to'g'risida yaqinqi yillardan buyon ko'plagan ilmiy maqolalarni yozdi. Buning ichida Ruyasyongning ilmiy maqolasi Jungo va chet ellik musiqashunoslarning alohida diqqat e'tiborini qo'zg'adi. Ruyasyong Jungodagi oliy maktablarning birida musiqa fakultetini bitirgan. Jangrui Vengriyada o'qigan. Bu ikki musiqashunos Gansudagi seriq Uyg'urlar orasiga berib, ularning xalq naqsha ohanglarini tekshirganda, seriq Uyg'urlarning xalq naqsha ohanglari bilan Vengriya xalq naqsha ohanglarining o'xshashligini aniq bayqagan. Ular bu xalq ohanglarining ibtidoiy shakllarini silishtirdi va ularni tarix, endologiya, tilshunoslik jihatlarida ilmiy yo'sinda muhokama qildi. Ularning qarashicha, seriq Uyg'urlarning ajdodlari to'ralar bo'lib, ular burun Hunlar bilan bir zaminda yashagan bir xalq bo'lgan. Ularning tili o'xshashla Altay tili sistemasidagi turkiy tillar oilasiga kiradi ekan. Hunlarning bir qismi milodining 1-asrda Yevropaga ko'chgan. Hozirgi seriq Uyg'urlarning ajdodlari bo'lsa, 4-asrda Xeshi koridori atrofiga kelib o'ltiraqlashgan. Seriq Uyg'urlar ularning xalq ohanglarining aloyidliklarini saqlab qolgan. Hunlarning musiqalari g'arbga ko'chgan Hunlar tarafdan Vengriyaga opirilib saqlab qilingan. Buning bilan Vengriyadan sharqqa qarab Qora dengiz bo'ylarini bo'ylab toki Kaspiy dengizi, O'rta Osiyodan o'tib hozirgi seriq Uyg'urlar makonigacha bo'lgan keng ham uzunga so'zilgan rayon 5 ovozli kuy sistemasi rayoni bo'lib shakllangan. Bu kuy sistemasi rayonining sharqiy va g'arbdagi xalq ohanglarining o'xshashib ketishi tasodifiy bo'lmasdan, balki ularning asli kelib chiqishi bir bo'lganligidan bo'lgan. Ruyasyong bilan Jangruining o'ttiriga qo'ygan ko'z qarashi Vengriya, Amerika, Kanada, Argentina qatorliq davlatlarning olimlari tarafidan yuqori bahoga ega bo'ldi. Ular bu sharq bilan g'arbning madaniyat almashtirish tarixini qaytadan tunishdagi zo'r ish deb qarashdi. Yaqinqi yillardan beri Uyg'ur avtonom rayonidagi arxeologiya xodimlari Tangri tog'larining shimol va janubidagi joylarda bir necha qitim arxeologiyalik tekshirishlar ilib berib, haligacha ma'lum bo'lmagan qimmatli madaniyat yodgorliklarini topdi. Bu madaniyat yodgorliklari ichida Qaraqurum tog'laridagi va Oltuntog' tizimlari ichida eqib o'tadigan Mo'lchar daryosining bo'yidagi qiyo toshlariga uyub ishlangan turkum qiyo tosh rasmlari alohida qimmatga ega. Bu qiyo tosh rasmlari ichida hayvonlar,
at, töge, buğa, tağ tekisi, g'ulja, arqar, yava, qotaz, yava, kala, jaren, kiyik, böken, iyiq, it, tulka qatorliqlar. Odam, quyruqliq odam, niqoblangan odam, usulchi, ovchi qatorliqlar. Ovchilikqa doir rasmlar, jang tasviri, qadimgi chog'dagi qabilalar aro bo'lgan janglar qatorliq rasmlar bor edi. Ovchilikqa doir rasmlar, jang tasviri qatorliq rasmlar bor. Mana shu qiyo tosh rasmlarining xillari va mazmunidan qadimgi chog'larda Tarim vodisida yashagan ajdodlarimizning boshlang'ich jamiyatdagi hayotining qandoq o'tganligini tasavvur qilmoq tas emas. Mo'lchar daryosining bo'yidagi qiyo toshlariga uyib ishlangan qiyo tosh rasmlarida alohida ahamiyat berishga arziydigan bir qancha nuqta bor. Uning biri kishilarning ovchilik hayotiga doir rasmlar. Bundaq rasmlarda quyruqliq odam, niqoblangan odamlar ko'zga chiliqidi. Qadimgi chog'larda Tarim o'ymonligida yashagan ajdodlarimiz dehqonchilik va qo'l hunarvanchilik bilan shug'ullangandan tashqari, ovchilik kasbini o'z hayotidagi mashg'ulotlarining biri qilgan edi. Rasmdagi quyruqliq odam bilan niqoblangan odamlar ovchilarning ovga chiqqanda yovvoyi hayvonotlarni urkitib qochirmaslik uchun hayvon quyruqlarini bekitib olganligini, odam qiyofatini yushirib hayvonlar tusida niqoblanganligini, bu orqali yovvoyi hayvonlarni bexudlashtirganligini ko'rsatadi. Qadimgi chog'larda ajdodlarimiz ovchilikda har xil usullarni qo'llangan. Ular ba'zida yovvoyi hayvonlarni o'qiya bilan etib ovlagan bo'lsa, ba'zida nurg'ulg'an kishilar birlashib yovvoyi hayvonlarni qo'rshav chembiriga ichiga ilib turib tutish orqali ovlagan. Yakka ovlashmi bo'lgan, o'mlashib turib billa ovlashmi bo'lgan. Hayvon qiyofatida yasangan, ya'ni quyruq bekitilgan, munguzliq niqob kiygan, yovvoyi hayvonlarning terilarini yepinchi qilib olgan qatorliq usullar. Yovvoyi hayvonlarga o'xshash ovoz chiqargan. Yova buqidek oznagan, yova to'gidek bo'zlagan, yova qushlardek sayragan. Buningdan boshqa go'shxo'r yirtqush qushlar, burkut, shunqor, qarchig'a, qurg'uy qatorliqlarni qo'lga o'gitib, ular orqali kiyik, jaran, qirg'ovul, kaptar, kaklik qatorliqlarni ovlagan. Qiyotosh rasmlaridagi ishti bo'lsa kerak. Qiyotosh rasmlaridagi yana bir alohidalik usul o'ynayotgan kishilarning shu xushal qiyofati. Boshlang'ich jamiyatda yashagan kishilar biror xushallikqa cho'mgan chog'larda usul o'ynab ko'ngil ochgan. Ular asosan o'g'laridan g'alabalik qaytganlarida, qabilalar aro bo'lgan urushlarda, utub chiqqanlarida ibtidoiy shakldagi to'y xushalligiga cho'mib usul o'ynashgan. Qiyotosh rasmlari ichida qabilalar aro bo'lgan janglarni tasvirlaydigan rasmlarmi bor. Qadimgi chog'larda tili, urf-odatlari, qon sistemasi bir-biriga o'xshashmaydigan qabilalar yayloq talishib urushgandan tashqari, tili, urf-odatlari va qon sistemasi bir-biriga o'xshaydigan qabilalarmi o't-cho'p, suyi mo'l yayloqlardan talishib o'zaro urushib turadi. Mo'lchar daryosi bo'yidagi qiyo tosh rasmlari qarindosh qabilalar orasida bo'lgan janglarni tasvirlaydi. Yaqinqi yillardan buyon Tangri tog'larining janubiy etaklari Qaraqo'rum tog' tizmasidan tepilgan qiyo tosh rasmlari bilan Tangri tog'larining shimol-sharqiy etaklari, Altay tog'lari, Cho'g'ay tog'lari, ya'ni Ichki Mo'ng'ulda, Xangay tog'lari, Mo'ng'oliyada va Sovet ittifoqi tavasidagi O'rta Osiyodan tepilgan qiyo tosh rasmlari mayli uslub jihatdan bo'lsin, mayli mazmun shakl jihatdan bo'lsin, o'xshashib ketadi. Chunki yuqorida tilga ilingan joylarda qadimki chog'lardan tortibla bizning ajdodlarimiz yashagan. Qiyotosh rasmlari ajdodlarimizning boshlang'ich jamiyatdagi hayotini tushunishda, intik kelib chiqishni aniqlashda, qadimki chog'dagi madaniyat ahvolini mo'ljalashda nihoyat yuqori tarixiy qimmatga ega. Mo'lchar tog' daryosining bo'yidagi qiyotosh rasmlariga qarab hukm qilganda, ajdodlarimiz boshlang'ich jamiyatning onaliq urug'i bosqichida yashayotgan chog'larida qadimgi zamon san'atining muhim bir tarmoqi bo'lgan qiyotosh rasmlarini ijod qilgan va uni ma'lum yuksaklikka ko'targan. Bu qiyotosh rasmlarining uyulgan vaqti eng oz bo'lgandimi buningdan 8000 yil burungi zamonga to'g'ri keladi.
Bu rəsmlərdən əcdadlarımızın aql qabiliyyətinin və estetik zövqinin şu zamanlarda xeyli dərəcədə öskənligini bilib alayımız. Bu qiyadaş rəsmləri Uyğurlarning qadimki çağlarda Cənubi Sibiriya dalalari, Silinga, Urxun, Qurulun vadiləri, Ordus yaylaqları, Çoğay tağları, Altay tağları və Mərkəzi Asiyanın hər qaysı joylarında yaşayan xalqlar, Turalar, Hunlar, Saklar, Türklər bilən intik cəhətdən bir işgənligini isbatlaydı. Turalar, Hunlar, Saklar, Türklər yaratqan mədəniyyət tüp cəhətdən etqanda bir xil milli mədəniyyət bulub, bunu hazırki ilim dünyası umumyüzlük etiraf qıldı. Uyğurlar özlərinin tarixi tərəqqiyatı cəryanında Moğol nəsillik xalqlardan Siyaniplar, Avarlar, Qıtallar bilən 13-ci əsrdən 17-ci əsrgacha bo'lgan Moğollar bilan ma'lum dərəcədə aralashib, ularni assimilyatsiya qildi. Ammo o'zlarining qadimki oq tanlik ajdodlariga xos bo'lgan xususiyatlar, ya'ni qanşarlik, cho'nqur ko'zlik, qizg'ush chashlik qatorliq alomatlarini asosan saqlab qoldi. Qan sistemasi və til örüp adətləri cəhətdən asasən oxşaş bolğan Hunlar, Turalar, Uluq Yavçılar, Uysullar, Qanlilar, Saklar, Türklərinin şərqdə Moğol nəsillik xalqları bilən O'rta Asiya və Qərbi Asiyada ma'lum dərəcədə Aryan nəsillik xalqları bilən özara singishib ketişidən Türkiy tilida sözləşidigan qan qeyrindaşlığı cəhətdə bir-biriga yaqin bolğan nurg'ulg'an Türkiy xalqlar kelib chiqdi. Ular Şərqi Sibiriyadagi Lena daryosining bo'yida yashaydigan Yaqutlar, Yansay daryosining bo'yida yashagan Qirg'izlar, Bayqal ko'lining janubida yashaydigan Buyratlar, Tuvalar, Gensudagi Salalar, Seriq Uyg'urlar, Şinjandagi Uyg'urlar, G'arbiy Turkistondagi Qozoqlar, Qirg'izlar, O'zbeklar, Boshqirdlar, Tatarlar, Turkmenlar, Mordaolar, Chuvashlar, Ukraynadagi Ağa Oğuzlar, Kavkazdagi Çerkeslər, Dağıstan Tatarları, Azərbaycanlar, Avarlar, İrandagi Azərbaycanlar, Türkmenlər, Ağa Oğuzlar, Afğanistandagi Özbeklər, Türkmenlər, Moğollar, Iroqdagi Azərbaycanlar və Türkiyə türklərdən ibarət. Yuqorida tilga ilingan bu Türkiy xalqlar coğrafiya cəhətdən alğanda Asiyanın şərqidən qərbiga və qərbi janubiga qarab bir tutaş halda sozulub ketgan keng ziminda yaşaydı. Bu Türkiy xalqlarının mutlaq köpçülüğü hazır İslam diniga e'tiqod qiladi, ya'ni o'xshash bir sunniy mazhabida. Ularning umumiy aholi soni eng az degandimi 150 milliondan ortiqroq keladi. Hazırgacha rasmiy bo'lib kelayotgan ilmiy qoida bo'yicha bu Türkiy xalqlarining tillari Altay tili sistemasi Türk tillari gruppasiga kirgizilib tushuntiriladi. Ularning irqiy oq tanliklarning Turan tipiga mansub. Shunday qilib bu qitimliq o'qishimiz mushargichi bo'ldi. Davomini kelar qitim o'qiymiz. Xayr xo'sh, Allohga omonat.